Sertifikat savoli, demak 43-savol qon guruhlariga oid bo'lgan Hardy-Weinberg qonuniga doir misollarimiz. Xo'p, odamlarda qon guruhlari A, B, 0 allellar ta'sirida yuzaga chiqadi. Birinchi qon guruh 0 geni bilan, ikkinchi qon guruh esa katta A yoki katta 0 holatda, uchinchi qon guruh katta B yoki B 0 holatda, to'rtinchi qon guruhimiz esa A va B genlar bilan ifodalanadi. Ma'lum bir inson populyatsiyasida A0 hamda B0 genotipli organizmlarning uchrash ehtimolligi o'zaro 1/2,5 nisbatda. 2000 kishidan iborat bo'lgan populyatsiya tarkibida birinchi qon guruhga ega shaxslar soni 180 tani tashkil etadi deyilyapti. Endi bizda A va B, C savollarni so'rayapti, javoblarni. Xo'p, biz demak A, B, 0 genlarimiz bor ekan. Demak, mana shu masalamizni ishlashimizda A, B, 0 geni bor ekan va bularning uchrash chastotalari noma'lum. Ya'ni Hardy-Weinberg qonunida uchrash chastotalari beriladi. Hardy-Weinberg qonunida P bo'ladi hamda Q bilan belgilanadi. P nima? Bu dominant genlar, bunga kiradi A geni bilan B geni. Q nima? Q resessiv gen hisoblanadi. Bu resessiv genga kiradi. Bu yerda bizda 0 genimiz. Ikkalasini yig'indisi P bilan Q ning yig'indisi 1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni dominant hamda resessiv genlarimizning uchrash chastotalari yig'indisi 1 ga teng. Ya'ni ulushlar yig'indisi foizi bo'lsa 100% bo'ladi. Endi bizda formula bor. Ularning uchrash chastotalari, ya'ni foizi qanday topiladi? P kvadrat plus 2 P Q plus Q kvadrat. Bu organizmlarning populyatsiyada uchrash foizini keltirib chiqarib beruvchi formula. P bilan Q esa uchrash chastotasi xolos. Endi P kvadrat bu dominant genlarda, ya'ni gamazigota dominantga to'g'ri keladi. Bu misol uchun katta A deganda yoki katta B deganda. 2 P Q qanday holatda degan bo'lsak, bu heterozigota. Bu degani misol uchun katta A 0, katta B 0 va mana bu katta A B ham 2 P Q ga to'g'ri keladi, sabab heterozigota holatda ketyapti. Endi Q kvadratga esa faqatgina 0 holati to'g'ri keladi, ya'ni birinchi qon guruh to'g'ri keladi. Bizda aynan birinchi qon guruhda berdiki 180 ta deb. Demak, bizda kalit so'z aynan shu. 180 ta. Xo'p, bizda jami 2000 ta organizm bor edi. 2000 ta organizmimiz bu 100%. 180 tasi qancha? Topadigan bo'lsak, bu 9%. Ulushga o'tkazadigan bo'lsam 0.09 ga teng. Bu degani, demak, boya belgiladikki Q kvadrat dedik. Q kvadratimiz teng ekan 0.09 ga. Q ni topish uchun 0.09 dan ildiz olaman. Q teng chiqadi, demak 0.13. Demak 0 genimiz kelib chiqdi, 0.13 ekan. Endi ikkalasini yig'indisi P bilan Q ning yig'indisi 1 ga teng edi. P barobar mana bu yerda berildi. P va Q ning yig'indisi 1 ga teng edi. Endi bu yerda Q 0.13 bo'lsa, P qancha qoladi? 0.17 qolyapti. Bu degani A va B genni ikkalasini yig'indisi demak 0.17 ekan. Ikkalasini nisbatini berdi bizda. Xo'p, nisbat beryapti. Demak A0 hamda B0 genlari nisbati. Ya'ni 1 ga 2,5 dedi. Ana shu genotipga bo'lgan organizmlar. Endi buni topishda har ikkalasi ham mana bu 0,3 ga ko'paytirilyapti. Misol 2P Q formulasiga qo'yiladi. Shunda har ikkalasi ham 0,3 bo'ladi. 0 geni 0,3 ga teng. 0,3 bilan 0,3 ni qisqartirib olsam, bu degani A va B genning nisbati ham 1 ga 2,5 deb olsam bo'ladi. Ya'ni uchrash chastotalari nisbati. Xo'p, 1 ga 2,5 deb oladigan bo'lsam, qo'shsam 3,5. Ikkalasining yig'indisi qancha teng o'zi uchrash chastotasi? 0,7 chiqdi bizda. Bular qanchadan deb topib olyapmiz. Demak, 0,7 ni 2,5 ko'paytirib 3,5 ga bo'lsam 0,5. 0,7 ni 1 ga ko'paytirib 3,5 ga bo'ladigan bo'lsam, demak 0.2 chiqdi. Demak, bizda A genining uchrash chastotasi 0,2, B geniki esa 0.5 ligi ma'lum bo'ldi va har bir genimizga topildi. Endi savollarga o'tamiz. A savol. Populyatsiyada 3-qon guruhli odamlar soni deyilyapti. Xo'p, A savolda 3-qon guruhni belgilab beryapti. 3-qon guruhimiz qanday holatlarda keladi? Katta B holatda, katta B 0 holatda. Katta B bu P kvadrat formulasiga tushadi. Katta B 0 holati esa 2 P Q ga tushadi. Har birini alohida hisoblaymiz. Demak, P kvadrat. P ni o'rnida katta B ni, demak, geni chiqdi 0.5 chastotaga ega. Demak, 0.5 ning kvadrati. 0.25 ulushda, foizda 25%. 2 P Q holati. Demak, 2 P Q holatini hisoblaydigan bo'lsam, 2 ko'paytirilgan. B ni uchrash chastotasi 0.5. 0 geniki esa 0.13. Ko'paytiraman. Demak, 0.3 ni 0.5 ga ko'paytirsam
0,15 12 ga bölsem 0,3. Ulushda bu foizga o'tkazadigan bo'lsam 30%. Endi ikkalasini qo'shsam, demak 55% bor ekan. 3-qon guruhligimiz. Bizda jami individlar soni, ya'ni populyatsiyadagi individlar soni, organizmlar 2000 ta deb berildi. Mana shu 2000 taning ichida endi nechtaligini topib qo'yamiz. Demak, bizda 2000 tamiz 100%, 55% qancha? 1100 ta degan javob chiqadi. Demak, javob kichik a siga 1100. Xo'p, B va C larini o'zingizlar mustaqil ishlab qo'yasizlar. Ya'ni ham masalamiz mustahkamlanib qolishi uchun B hamda C savollar mustaqil ravishda ishlanish uchun qoldi.